Bir, o'rtoqlar hammaga salom. Bugungi videoda men sizlarga saytni qanaqa qilib Cloudflare'ga ulashishni ko'rsatib o'tmoqchiman. Cloudflare men o'zim aktivni foydalanaman. Bu eng moshniy CDNlardan bittasi. CDN xabaringlar bo'lsa kerak, bu Content Delivery Network deydi, adashmasam rasshifrovkasi. Bu qiladigan ishi CDNlarni butun dunyo bo'ylab o'zini serverlarini yuzlab, 300lab serverlarni butun dunyo bo'yicha tarqatib chiqadi va o'sha serverlarda CDNga ulangan saytlarni cache fayllari turadi. Shunda dunyoni qaysi burchagidan shu saytga обращение bo'lganda, sayt ochilganda, o'sha sayt turgan hostingdan fayl tortilmaydida, o'sha обращение qilayotgan odamga yaqin turgan serverdan tortiladi. Shuni hisobiga sayt tezlashadi. Xo'p, men o'zim maksimum foydalanishga harakat qilaman. Почти hamma saytimga Cloudflare ulayman. Aytganimdek, Cloudflare o'zi ikkita dona eng asosiy zadachasi bor. Birinchisi bu o'sha saytni cache qilib turib, to'g'rirog'i birinchisi bu emas, bu ikkinchisi. Birinchisi bu uni zashitasi. Ikkinchisi bu o'sha uni cache fayllarni yaqin serverdan berish. Mana misol uchun hozir Cloudflare servisi, mana cloudflare.com 335 ta serveri bor ekan. 125 ta davlatda, 335 ta shaharda, bitta shaharda ikkitala bo'lishi mumkin. Xullas mayli, 335 ta serveri butun dunyo bo'ylab tarqatilgan. Даже mana adashmasam lokatsiyalari biz qayerda bo'lamiz? Aziyada, Olmaotada ham bor ekan, Qozog'istonda, mana Toshkentda, даже bizda ham bularning serverlari joylashgan. Shu emas, batafsil ozgina chaynab o'taman nimaligini. Mana misol uchun bularning serverlarida kartada joylashgan. Tasavvur qiling, mana misol uchun siz saytingiz o'zimizda turibdi, bizani местный hostingda, misol uchun Ahostda turibdi va siz CDNga ulangan bo'lsangiz, CDN ulab qo'ysangiz, например, Germaniyadan bitta odam sizni saytingizga kirdi, CDN ulangan. O'shanda Cloudflare biladi qayerdan обращение bo'layotganini, qayerdan, и sizni saytingizga cache-ni olib turib, o'sha Germaniyadagi o'sha odam обращение qilgan eng yaqin turgan serverga o'sha cache-ni tashlab qo'yadi. Keyingi safar o'sha territoriyadan ubukim yana sizni saytingizga обращение qilganda, u sizni serveringizga tushmaydi-da обращение. Primoy o'sha u odamga yaqin bo'lgan serverdan tayyor turgan cache orqali saytingizga ko'rsatib beradi. Bu nima degani? Bu sayt tez ishlaydi degani. Chunki o'ziga yaqin turgan serverdan fayllarni oladi, cache fayllarni. Birinchisi. Ikkinchisi, sayt serverga nagruzka tushmaydi, o'rtoqlar. Zo'r narsa. Bizning serverga nagruzka hadab tushirmaydi-da. Birinchisida cache tortib oladi, ikkinchisida o'sha yaqin orada u bukum yana saytimizga обращение qilsa, o'sha serverda turgan bo'ladi. O'shani hisobiga serverga nagruzka kamayadi, sayt tezroq ishlaydi. Endi qanaqa qilib saytni обезопасить qiladi? Saytni mana vizualni qanaqada ko'rsatsam tushunarliroq bo'ladi sizlar. O'zi standart agar CDN ulanmagan saytlarda qanaqa bo'ladi? Misol uchun mana hosting, server hosting, mana shu bu hostingimiz, bizning sayt shu yerda turibdi. Bizning saytga u kim kiradi? Nevajno, misol uchun Avstraliya, Amerika, Rossiya, qo'shni davlatlardan, O'zbekistondan kimdir brauzer orqali misol uchun saytda yozganda, bizning hosting обращение bo'ladi, signal keladi va bizning hostingimizdagi saytimizning fayllari uni brauzerga qaytib boradi va brauzerda chiqib keladi. O'zi ishlash sistemasi xuddi shunaqa. Agar endi biza CDN ni ulaydigan bo'lsangiz, saytingizga CDN ulangan bo'lsa, unda mana bunaqa sxemada ishlaydi. Ya'ni o'sha brauzer bilan server o'rtasida Cloudflare turib oladi va kimdir brauzerdan saytga o'sha обращение saytga kirganida signal primoy hostingga bormaydi-da, serverga bormaydi-da. Oldin o'sha kelayotgan signalni Cloudflare ushlab oladi. Cloudflare'ga kiradi. Cloudflare o'sha ko'radi. Bu
обращение bo'layotgan IP adressi o'zini ro'yxatidan qarab chiqadi. Bularda millionlab, milliardlab IP adreslar как бы turadi. Bu DOS ataka qiladiganlarni, spam qiladiganlarni черный spiskada IP adresi turadi. Shu обращение bo'layotgan odam botmi bu, yo bo'lmasam spamermi, yo DOS ataka qiladigan xakermi ko'rib chiqadi. Agar hammasi toza bo'lsa, saytingizga ochib yuboradi. Yo'lni ochib yuboradi va unga sayt ko'rinadi. Agar bunga qanaqadir подозрение bo'ladigan bo'lsa, любой подозрение, misol uchun do'li sekundlarda 2-3 martalab обращаться qilayotgan bo'lsa, yo IP adresi черный spiskada bo'ladigan bo'lsa, bu odamga avtomatik anaqa chiqarib beradi. Kapcha chiqarib beradi. Cloudflare kapchasini ko'rgansizlar, ko'p rossiyskiy serverlarda ham turardi. Hozir urushdan keyin menimcha bormi yo'qmi bilmayman. Kirsanglar загрузка bo'lib turadi, keyin галочка chiqib keladi. Cloudflare deb pastda kichkina yozib qo'ygan bo'ladi. Uni men ko'rsataman sizlarga. Bugun ko'rsatib o'taman, vizualni qanaqa bo'lishini. Xullas, aytganimdek, o'rtada turib olib, как бы filtrda, так, san, okey, o'tir, to'xta, san o'tma. Что-то san подозрениеdasan, что-то san ko'p обращаться qilyapsan, mana shunaqa. DOS ataka haqida ham eshitgan bo'lsanglar kerak. Misol uchun serverlarni DOS ataka qilib yotqizishadi ataylabdan. Hakerlar shunaqa uslugalar bor, g'alamisizlar. Bu uchun saytingiz turgan bo'lsa oladida, uchun shunaqa xrumerlar bor, apostrlar bor, shunaqa servislar bor. 1 sekund ichida minglab обращение bo'ladi. То есть tasavvur qiling, 1 sekund ichida 1000 ta odam saytingizga bittada kiryapti. Serveringiz yotib qoladi. Shunaqa qilib serverni yotqizadiganlar bo'ladi. Endi sizlarda unaqa dushman menda ham unaqa dushmanlarim yo'q, но защита xalaqit bermaydi. Kitayskiy spam botlar bor. Keyin anaqa bor. Ko'p men unga uchrayman. Brute force atakalar bor, o'rtoqlar, brute force. Parolni olib, har xil randomniy parolni admin qilib tekshiradi, serveringizga nagruzkani ko'paytiradi. Xullas, mana shularni hammasini filtrlab beradi va saytimizning zashitasini yuqori cho'qqiga olib chiqadi. Bu men обязательно ishlatadigan servislardan bittasi. Xo'p, tushundiga ikkita narsasi bor. Cache qilib saytimizni tezlashtirib beradi va saytimizni обезопасить qilib beradi, zashitasini kuchaytirib beradi. Tak, qanaqa ishlashini sizlarga taxminan tushuntirdim. Jay tushunmagan bo'lsanglar, CDNni ishlashini, masalan, YouTubedan ko'rib olsanglar ham bo'ladi. Endi CDNni tushundik. Endi qanaqa qilib saytga ulanadi umuman? Juda ham oson. Bir marta ko'rib olsanglar, 5 minutda saytni ulab qo'yaverasizlar. Tak, men o'zi CDN asosiy akkauntimga kirmayman. Unda уже registratsiyalardan o'tib bo'lganman. Men mana noldan ko'rsataman sizlarga. cloudflare.com ga kirasizlar. Qayerdaman? Начните бесплатно, например. Registratsiyadan o'tasizlar, yo bo'lmasam через Google o'tasizlar. Endi bu jam oddiy narsalarni ko'rsatib o'tirmayman sizlarga. Chunki ras Cloudflare sizlarni qiziqtiryaptimi, demak sizlar уже уверенный пользовательsizlar уже dasturchi hisoblanasizlar. Ro'yxatdan o'tganinglardan keyin mana уже asosiy anaqaga kirasizlar. Главный interfeysi foydalanadigan. Tak. Bu yerda boshida ruscha bor edi, bu yerda уже ruscha yo'q. Inglizcha foydalanamiz. Qiyin joyi yo'q. Mana shuni uchun dark qilib kichkinam kelib qoldi, ozgina chalg'itdi. Xullas, темный dark rejimga o'tib olaman. Sizlarga ham maslahat beraman. Ozgina off-top. Maksimum hamma joyda dark rejim ishlatinglar, chunki bizning asosiy ishimiz yillab davomida ko'zimizning zreniyasini asrash. Темный rejim har doim ko'zga nagruzkani kamaytiradi, nurni tushishini kamaytiradi. Xullas, dark rejim qolinglar, xohlasanglar, xullas. Mana bitta ham sayt yo'q, hech nima ochilmayapti. Birinchi sayt qo'shasammi deb turibdi. Akkauntimni главный stranitsasi. Endi men bu yerga misol uchun mana hozir qaysi saytda, например, Kavarastirka sayti qo'shilmagan edi menda. Tak, o'z saytni ochib ko'raychi.
Stirka yaqinda восстановить qilindi. Bu eski saytimizda sezon boshlanganiga восстановить qilindi. Tak, ishlayaptimi? Ishlayapti. Xullas, mana shu saytda CDN ulanmagan. Bu Ahos'da turadi. Endi men misol uchun bunga o'sha Cloudflare ulayman. Uning uchun nima qilaman? www https primoy domeni o'zini boricha qo'yiladi va mana o'zini birinchi varianti tanlanadi. O'zi skanerovat qiladi DNS larni. Continue. Hozir bu skanerovat qilyapti. Qaysi DNSlar bunda yozilgan? Ha, hali qilmayapti. Qaysi paketni olasan deyapti. Бесплатный paketni olamiz. Bir xilda buni vizualniy ko'rinishi o'zgarib qolishi mumkin va shu бесплатный tarifi pastga chiqib tushirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bir shunaqaga o'zgaradi. Misol uchun tepada 3 ta turadi platniy. Pastroq tushirsanglar keyin бесплатный turgan bo'ladi. Bizga free ni o'zi ham bo'ladi. Skaner qilyapti DNS larni mana avtomatik skaner qilib DNS larni chiqarib berdi. DNS lar bu hozir tushuntiradigan narsa emas, bu alohida bitta mavzu bu. Bilishib qolasizlar, unda o'zinglar boshqa videolarni ko'rib chiqasizlar. Hozir buni biz tashlab o'tamiz. Ishlayotgan sayt bo'lsa, o'sha DNS larni bu to'g'ri chiqarib beradi asosan. Hech qachon xato qilmagan, bu yerda hech nimani tegmagan holda IP larni ham o'zi hammasini topdi. Aktivatsiya qilamiz. Bo'ldi. Oxirgi etap qoldi. Bu bergan NS larni o'zida turgan NS larga o'zgartirib qo'yish. Ahos'da hozir mana Covrastirka saytida o'zida mana shu NS lar yozilgan turibdi. Hozir mana ko'rsataman. Tak, Covrastirka domenida управленияsi kiraman Ahos'da. Name serveriga o'tsam, mana o'zini virtualniy hosting, ya'ni bu yerda hosting o'zida turibdi. Shuning uchun o'zini NS lari yozilgan. Ahos'da domen ham, hosting ham, xullas. Men bu yerda qayerda mana shuni kopировать qilib bunga buni kopировать qilib birinchisini 1ga, ikkinchisini 2ga. 3 4 kerak emas, uni o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Bo'ldi. Bu publichniy emas, bu shaxsan faqat aynan mana shu akkauntimga tegishli bo'lgan NS server. Men bu yerga ikkinchi saytni kiritsam ham, 10-chi saytni kiritsam ham mana shu serverlik, mana shu NS server qovuradi. Ya'ni bu faqat menga tegishli. Agar umuman boshqa akkaunt ochsam, unda boshqa NS server beradi. Tak, bo'ldi. Buni saqlanib qilamiz va endi 24 soatgacha ham kutamiz. Asosan 3-4 soatda o'tib ketadi. Hozir tushunishinglar kerak, mana hostingni mana domenni biz domen bilan ishlaymiz, operatsiya. Primoy hostingga yubormaymiz-da, biz Cloudflare da akkaunt ochib turib, Cloudflare NS larini yozamiz. Ya'ni domenni Cloudflare ga yuboramiz. Domen, misol uchun bu domen deylik, Cloudflare ga yuboramiz. Cloudflare keyin serverga yuboramiz. O'rtada Cloudflare filtr bo'lib turib beryapti shunda. Bo'ldi, buni o'zgartirib bo'lganinglardan keyin NS larni o'sha continue qilasizlar. Bo'ldi, bu yerda boshqa qiladigan ish yo'q, bu yerda faqat kutish qoldi endi. Kutganinglar o'sha NS lar registratorda обновление bo'lgandan keyin, bu yerda обновление bo'lib o'xshagandan keyin o'zi sizlarga pochtalarga xat keladi. Cloudflare registratsiya qilgan pochtalarga xat keladi. Bo'ldi, sani Cloudflare'ing endi ishlaydi, yo'lga tushdi deydi. Ishlab ketganidan keyin o'sha nimasiga aytadi. Bu yerda bizga kerak bo'ladigan SSL kirib qaraysizlar, o'zida full turgan bo'lsa, full qovursin. Full strict ham ishlatsanglar bo'ladi. Mana bu yerda 4 xil rejimlar bor.
Birinchisi umuman защита o'chgan rejim, ikkinchisi более гибкий rejim, такой slabiyroq rejim, односторонний защита qilyapti. Fulli bor, двусторонний защита qilib beradi, u yerda ham bu yerda ham turib beradi. И fulli bor, full strict bor, endi u прям мощный, требовательный защита turadi. Full ishlatinglar, o'xshamasa, misol uchun, full strict qilib ko'ringlar. Bir xillada mana O'zbekistonda Cloudflare glitch chiqib qoladi, bir oycha oldin bo'luvdi. Men прям 50 ta saytim hammasini pauza qo'yib chiqishga majbur bo'ldim. Nimagadir O'zbekistondan Cloudflare ashibga berishni boshladi. Скорее всего, bizanikilarni qanaqadir o'zgacha qilgan operatsiyasi bo'lsa kerak bu. Ularga bizani o'chirishdan foyda yo'q. Ular nabrot ko'proq davlatlar bilan ishlab, hamkorlik qilsa выгодно ularga. O'shanga mana o'zi full tursin, agar sayt nimadir bo'lib ishlamay qolsa, vdруг mana shu uchalovdan bittasiga almashtirib ko'ringlar. O'zgartirganinglardan keyin bir 5 minutdan keyin уже сразу kuchga kiradi. Bu bizani защитamizni rejimi kuchi. Keyingisi nima? Speedga kirasizlar. Optimizationga kirib turib, uchun hozir mana hali aktivatsiya bo'lmagan, o'shaning uchun aktivatsiya bo'lmagan deyapti. Просто enable qilib yuborasizlar buni. Mana disable hammasi enable bo'ladi уже. Hozir bu aktivatsiya bo'lmagan uchun enable bo'lmayapti bu. Uchinchisi, misol uchun, men cache ishlataman. Mana SSL bu защита bo'lsa, bu speed optimizatsiya, более optimizatsiya qilsa, bu уже cache nastroykalar. Endi cache men platnisini ishlataman. Visa kartamni kiritib qo'yganman. Cache mana bu yerdan aktivatsiya qilib yuboriladi. Va o'shanda уже aktivatsiya qilish uchun deyapti, san pul to'lashing kerak deyapti. To'g'risi pul kopeyka pul o'rtoqlar, juda ham kopeyka pul. Bular katta ob'yomga ishlagan uchun bular foydada. Mana kursinglar ham 1 gigabayt cache 0.015 sent. Ko'paytiramiz, 13 mingga desak, 2 so'm bo'ladi 1 gigabayt. Shunga men Visa kartamni ulab qo'yganman. Juda ham kopeyka pullar chiqadi, zato cache zo'r ishlab beradi. Cache aktivatsiya qilib yuborasizlar. Misol uchun, bo'lmasam agar men Visa kartamni kiritmayman, вообще bir so'm to'lamasam, buni Cloudflare faqat bepul anaqalardan foydalanaman desanglar, unda просто cache qilmanglar. Agar yo'q, men kerak, yoqib ko'raman, o'zimni saytim, nima menga, misol uchun, bir yilga $1-2 qizg'anmayman desanglar, unda уже yoqib turib, mana bu yerda Visa kartalarni kirgizasizlar. Bularni o'rgatib o'tirmayman, вообще bular endi jetsat bu Visa kiritishlar, Visa ochishlar. Sizlarni uring kulgili narsa bu. Mana cache bu yerdan yoqqaninglardan keyin уже mana bunisini ham yoqib yuborasizlar. Smartga o'tkazib qo'yaverasizlar buni. Cachedan mana shu ikkalovi kerak. SSL, speed, cache, shu uchalovi kerak. Endi yana bilib qo'yishinglar kerak bo'lgan narsa, hozir mana bu ulanmaganda, ulangan versiyasida hozir sizlarga ko'rsataman. Tak, mana o'zimni asosiy akkauntimga kirdim. Bu yerda mana saytlarim turibdi. Men buni jimir-jimir qilib qo'ydim. Sababi klientlarning saytlarini palit qilib tashlamaslik uchun. Bu yerda uni statusi aktivniy turibdi bu. Ya'ni уже ishga tushib ketgan. Agar bu yerda kiradigan bo'lsak, mana hali cover stirka name serverlari ishga tushmagan buni. Mana olib borsanglar aytadi. Bu yerda aytmayapti, hali ishlamadi deyapti xullas. Bularda mana aktiv уже bular ishlayapti. Tak, например, davomini ko'rsatadigan bo'lsam, evakuator saytida ko'rsataman. Evakuator Toshkent uz status aktivniy bo'lib turibdi. Mana ichiga kiramiz buni. Xo'p, yana nima ko'rsatmoqchiman? Misol uchun, Cloudflare pauza qilib turmoqchisizlar. Pauza qilib turish, например, mana buni pause Cloudflare qilinadi. Shunda umuman Cloudflare защита qilmaydi. Kelayotgan signalni primo o'tkazib yuboradi o'zida.
filtr qilib o'tirmaydi, prямо o'tkazib tashlayveradi hostinginglarga, sayt o'sha serveringlarga. No, o'sha DNSlarni o'zgartirib o'tirmaysizlar. Просто Cloudflare'ni o'chirib qo'yasizlar. Umuman foydalanmoqchi bo'lsanglar, просто pauza qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. O'chirib o'tirishinglar shart emas. O'shanda DNSlarni yana eski holiga qaytarib qilib o'tirmaysizlar-da. Просто o'rtada Cloudflare o'chmaydi. Ishlamaydi. Yana ishlatmoqchi bo'lsanglar, o'sha anaqa qilib ketaverasizlar. Yana o'sha yerga kirib turib, Cloudflare'ga startni bossanglar, yana ishlab ketaveradi. Endi Cloudflare yana ishlayaptimi, ishlamayaptimi? Eng oson yo'li, men misol uchun komandni strokaga kiramanda ping qilasizlar. Evakuator Toshkent.uz. Men o'zimni serverimni IP adresini bilaman. 81 dan boshlanadi, 225 bilan tugaydi mana. Bu ko'rasizlar, umuman boshqa IP adres chiqarib beryapti. Sizlarni IP adresinglarni skrivat qiladi. Bu ham bitta zo'r zashitadi. Misol uchun sizlarni bizmoqchi bo'lgan odam birinchi oldin hostinginglarni bilmoqchi bo'ladi. Hostingga qaysi IP adresligini bilmoqchi bo'ladi. Agar sizlarda CDN tursa, sizlarni pingovat qilganda IP adres boshqa chiqib kelaveradi. Chunki o'rtada CDN turibdi-da, kelayotgan signalga boshqa anaqani, chunki любой serverdan olib berish mumkin o'zini serverlari ko'p. O'shalarning IP adresi chiqaveradi. Hozir men buni 1 soatdan keyin pingovat qilsam, misol uchun, или даже 10 minutdan keyin, скорее всего, yana boshqa IP adres chiqadi. IP adres o'zgaraveradi, даже взломщик ham qaysi hostingda serveringlar turganini bila olmay qoladi. Xullas, shu yerdan pauza qilamiz va shu yerdan tekshiramiz. Agar hozir buni pauza qilsam va pingovat qilsam, mana hozir pauza qilaylik shuni. Mana hozir pauzaga tushdi. Keyingisi hozir yana qilsam unpauza, endi start bo'ladi. Hozir mana 17:04 pauza qilib qo'yaman va 5 minutdan keyin ping beramiz. Уже evakuator sayt umuman boshqa IP adresda, ya'ni o'sha главный o'zimni serverim IP adresini ko'rsatadi. Ya'ni o'chgan bo'ladi-da Cloudflare. Xo'p, 17:11. Oxirroq bo'lgandir, xullas. Mana ping bo'lganda o'sha IP adres o'zgaryapti. 81 200 81 225. Mana oldingisi 188 14 mana bu degani bu IP adres chiqyapti degani, men o'sha pauza bo'ldi. O'rtada Cloudflare yo'q, o'zini ishini bajarmayapti, hammasini o'tkazib yuboryapti. Buni yana yoqib yubordim, aktivatsiya qilib yubordim. O'sha sal turibdi, yana o'sha 5 minutlardan keyin yana boshqa IP adres chiqadi. Bu narsalar sizlarga kerak emas. Men просто chaynab, bilasizlar, chaynashni yaxshi ko'raman. Maydalab ko'proq narsa bilib qo'yinglar deb shuni aytib o'tdim. O'zi shundoq ham, misol uchun, aktiv holatda statusda ko'rsatib turadi, ishlayotgan bo'lsa. Tak, bo'ldi. Cloudflare'da bilishinglar kerak bo'lgan narsa shu. CDN asosiy qiladigan ikkita ishi, защитasi va ускорение. Ikkinchisi защита ham мощный защита. Tak, uni bildinglar. Endi qanaqa domenga qanaqa saytni qo'shishni ham ko'rib oldinglar. Kerak emas bo'ladigan bo'lsa, вообще pauzaga qo'yib qo'yishni ham ko'rib oldinglar. Umuman o'chirib tashlashni xohlasanglar, remove qilib o'chirib tashlaysizlar. Uni remove qilganinglardan keyin вообще yo'qotmoqchi bo'lsanglar, mana bu name serverlarni yana eski holiga qaytarib qo'yishinglar kerak. Misol uchun, sizlarda qaysi NS yozilgan bo'lsa, o'shanga qaytarib qo'yishinglar kerak. Bo'ldi, asosiy narsalarni tushuntirdim. Qilinglar, ko'ringlar, защитani ko'paytiringlar, serverga nagruzkani kamaytiringlar, saytinglar tezroq ishlaydi. Mana ko'rib turibsizlar, keshlar ham ko'p emas, megabaytlar bu yerda, общий statistika ham kelib chiqadi. Nechta vizit bo'lgani, qanaqa обращение, kesh foizi. Xullas, savolinglar bo'lsa, gruppaga qo'shilinglar, beringlar, qo'ldan kelgancha yordam beraman. Like, подписка, поделиться. Keyingi darslarda ko'rishguncha